kompaniyani missiyasi, maqsadi. Nimaga kompaniyada missiyasi bo'lishi kerak? Birinchidan, bu sizni o'zingiz uchun. Bilish uchun, nima uchun mana shu kompaniya, mana shu biznes, nima uchun men buni qilaman? Qanaqa foyda men olib kelmoqchi odamlarga, davlatga yoki umuman dunyoga? Bu missiya zaryad qiladi, energiya beradi. Agar kompaniyada missiyasi bo'lsa, siz bilsangiz nima uchun, что nafaqat pul uchun, yana qanaqadir sizda maqsadingiz bor. Odamlarning hayotini o'zgartirish, qanaqadir davlatni, umuman dunyoni, mana shu energiya beradi, motivatsiya beradi sizni o'zingizga birinchi bo'lib. Boshlig'ini motivatsiyasidan bu kompaniyani natijaga erishadimi, erishmaydimi, shu boshliqni motivatsiyasiga bog'liq, harakatiga bog'liq. Siz o'zingiz uchun bilishingiz kerak, puldan tashqari nima uchun men shu biznesni qilaman. Chunki agar puldan tashqari sizda yana boshqa motivatsiya ham bo'lsa, qanaqadir foyda olib keladigan, bu natijaga tezroq erishasiz. Chunki sizda shunga yarasha motivatsiya bo'ladi. Ikkinchidan, missiya nima uchun, kim uchun yana kerak? Xodimlar uchun. Bu xodimlarga ham motivatsiya. Xodimlar ham bilish kerak, что sizni kompaniyangizda ular nafaqat pul uchun, ular ham biladi, что biz qanaqadir foyda olib kelamiz. Что biz odamlarga foyda olib kelamiz. Misol uchun, bizni kompaniyamizdan ham missiya bor. Xodimlarimiz biladi nima uchun. Ular biladiki, что ular bilim orqali odamlarning hayotini o'zgartiribdi. Что bizning produktimiz orqali odamlar ko'proq pul ishlashni boshlaydi. Moliyaviy erkinlikka erishadi. Biza nafaqat pul uchun, biza shunday qilmoqchi, xalqimizni biza rivojlantirmoqchi, yangi bilimga ega bo'lish uchun. Bekordan ham biz o'zbek tilida emas. Men misol uchun rus tilini yaxshiroq bilaman o'zbek tiliga qaraganda. Bilasizki, что rus tilida misol uchun auditoriya ko'proq, pul ham ko'proq ishlash mumkin. Umuman finans bo'yicha ham Rossiyada oyliklar ko'proq. Men baribir ham o'zbek tilida qilaman shu narsalarni. Bilaman, что auditoriya kamroq bo'ladi. Finans bo'yicha kamroq bo'ladi. Menda chunki pulda tashqari yana missiyam bor. Men shu xalqimni xohlaymanki, xalqim yana tezroq ketsin, yana tezroq rivojlansin. Shuning uchun men o'zbek tilida qilaman. Keyin bu xodimlardan tashqari yana mijozlar uchun. Mijozlar ham bilish kerak, qanaqa sizda maqsad, qanaqa sizda missiya kompaniyada. Chunki hozir mijozlar faqat pulga qaramaydi. Что mana arzonmi? Все 100%. Da, baribir ham ko'plar qaraydi, hammalar emas. Ba'zi odamlar qaraydi, yana nima uchun bu kompaniya ishlayapti? Qanaqa bu foyda olib kelyapti yana? Yoki masalan, aytaylikki, ikkita kompaniya bor, narxi bir xil. Lekin bittasida missiyasi bor, shu missiyani kompaniya aytadi odamlarga. Ikkinchi kompaniyada missiyasi yo'q. Lekin narx bir xil. Odamlar ko'pinchilari shu qolgan momentlari bir xil bo'lsa, shu missiyasi bor kompaniyaga boradi. Chunki odamlarga bu narsa yoqadi, что kompaniya nafaqat pul ishlash uchun bularda yana qanaqadir maqsadi bor. Foyda olib keladigan. Boshqalarga ham foyda olib keladigan. Shu uchun o'zingizni missiyangizni yarating, kompaniyaning missiyasini yaratganingizdan keyin siz ushbu missiyani xodimlarga yetkazib berishingiz kerak va mijozlarga ham. Qanday qilib? Xodimlarga yetkazish mumkin. Birinchidan, misol uchun, xodimlar bilan gaplashgan paytlaringizda yoki telefon sazvon qilgan paytlardami eslatib turish kerak. Mana shu missiyalar bo'yicha eslatib turish kerak, nima uchun biz ishlaymiz.
qanaqadir muammo bo'lib qoldimi, тоже eslatish kerak, что mana bunaqa muammo bo'lmashi kerak. Chunki bizning maqsadimiz, biza xohlayamizki, чтобы bizni mijozlarimiz baxtliroq bo'lsin, o'zlarining natijalariga erishsin. Ashuni qilib xodimlarning ahamiyatini mana shu missiyaga постоянно qaytarib turish kerak. Eslatib turish kerak. Prямо gaplashayotgan paytingizda. Mijozlar uchun qanday qilib o'zingizni missiyangizni yetkazib berishingiz mumkin? Agar sizda sotsiyetlar bo'lsa, Instagrammi, YouTube'mi, Telegrammi, shunaqa joylarda o'zingizni missiyangiz haqida yozishingiz mumkin. Yoki agar sizda ofisingiz bo'lsa, yoki magazin bo'lsa, magazindan ham yozib chiqib, tam devorga tam bizni missiyamiz shu missiyani yozish. Ana shunday qilib masalan yetkazish mumkin. Agar siz qanaqadir tovar sotadigan bo'lsangiz, shu tovarlarda ham bo'lishi mumkin. Qandaydir kompaniyaning tarixini aytib berib, xodimlar haqida aytib berib, missiyani aytib berib, nima uchun biz shuni qilamiz deb odamlarga bu narsa yoqadi, mijozlarga yoqadi. Shu narsa birinchidan o'zingizga motivatsiya beradi, ishlashga energiya beradi. Ikkinchidan xodimlar tekuchkasi ketib kelishi kamayadi. Chunki ularda motivatsiya nafaqat pul bo'ladi, yana mana shunaqa psixologik motivatsiyasi bo'ladi. Ularda effektivnisi oshadi, ularning ham motivatsiyasi oshadi, yaxshiroq ishlaydi. Yana sizning savdoyingiz ko'payadi va daromadingiz ko'payadi. Chunki mijozlarga ham bu narsa yoqadi. Missiyani yarating. Mana shu darsda to'liqroq instruksiyam, yana qo'shimcha instruksiya bor, qanday qilib yaratish yozib o'ting o'zingizning missiyangizni.